Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Aqlli Malika degan hikoyani sizlarga o'qib beraman. Aqlli Malika. Qadimki zamonda ma'lum bir daryoning yoqasida bir shahar bo'lgan ekan. U shaharning podshohi to'liq zolim ekan. Xalq uning zulmidan zar qaqshaydi ekan. Bir kuni podshoh haram beg'adiki ravoqqa chiqib o'ltirsa bir qag'a qaq qilib qaqildig'inicha o'tib ketibdi. Buni ko'rgan podshoh darhol vazirlarni chaqirib ulardan qog'i nima deydi deb so'rabdi. Vazir xizmatchilari ey podshohi olam, sizlar bilmasizlar, biz faqat bilmadik deb javob berishibdi. Buni anglagan podshoh darg'azab bo'lib, bu bekor talablarning darhol kallasi ilinsin deb buyuribdi. Ondan olim o'limalarmi podshohni qoyil qilgudek javob topib berolmay beshidan ayrilibdi. Podshohning bu savoliga javob berolmay butun shahar bo'yicha nurg'un kishining beshi tinidan judo bo'libdi. Podshohning Malika Mehray ismli aqlli va go'zal bir qizi bor ekan. Malika dadasining bu ishlaridan qattiq g'azablanibdi. Bir kuni Malika Mehray dadasiga ey dada, siz shuncha pamparasatlik bilarman turuqliq. O'zingiz javob topolmagan savollarga javob topqizaman deb butun shahardagilarning kallasini ilib, bola chaqalarini yetim qoldirib, shahardagi odamlarni as qo'ydingiz. Ular sizdan zerikdi. Siz ulardan ayrilib qilishga as qilyapsiz. Navada kunlar o'tib beshingizga bir falokat kelsa, sizga kim kelib yordamda bo'lar? Debdi. Qizidan bu so'zni anglagan podshoh qattiq xafa bo'lib, qizini darhol o'limga buyuribdi. Bu chog'da bir ko'ngil vazir podshohga bundoq qilish shohning yuzini to'kidi. Eng yaxshisi Malikani zindonga tashlasak deb maslahat beribdi. Shuning bilan podshoh qizini o'ldirish niyatidan yenib zindonga tashlabdi. Vazir podshohning qizini o'ltirib etishdan ansirab bir sanduq yasatibdi. Malikani maxfiy zindondan ilib chiqib, uni daryoga iqbatmoqchi bo'ldi. Malika sanduqqa kirish oldida vazirga agar men hayotla bo'ldikanman, bir kambag'al yigitga tegib, uni dadamning o'rniga dasitib, xalqni baloyapatdan qutuldiraman deb qasam beribdi. Shuning bilan Malika daryoda bir necha kun oqqandan keyin bir qo'shni mamlakatga borib qoldi. Bu chog'da daryo bo'yida o'tin kesayotgan bir o'tinchi daryoda eqib kelayotgan sandiqni ko'rib qoldi-da, yugurgan piti birim sandiqni qirg'oqqa chiqaribdi, lekin og'zini ochishga jur'at qila olmabdi. Shuning bilan sandiqni ko'tarib podshohning oldiga ilib boribdi. Podshoh sandiqni ochqizib qarg'udek bo'lsa, sandiq ichida oy desa oy emas, kun desa kun emas, bir sohib jamol yotgudek. Podshoh bu qizni ko'rib achqishini yo'qotibdi. Bir qancha kundan keyin podshoh Malikani chaqirib olib, uni o'z nikohiga ilish orzusini bildiribdi. Malika ma'qul bo'ldi, ammo mening bir shartim bor. Men bu yerga qandoq kelib qolganligimni bilib olay. Men iqib kelgan daryo bo'yiga borib kelishimga ruxsat qilg'aysiz debdi. Podshoh bu shartga darhol ko'nibdi. Ham Malika Mehrayni bir qancha knezik bilan piga o'ltirg'izib daryo bo'yiga uzatibdi. Malika daryo bo'yiga borgandan keyin daryoga qarab el yurtini sig'inibdi. Ham ko'nglida men aslida bir kambag'al yigitga tegib, dadamning taxtiga varaslik qilib xalqni azob kulfatdan qutuldiraman deb qasam ichgan tursam, amdi podshohga xotin bo'lsam qandoq bo'ldi deb o'ylab o'zini daryoga tashlabdi. Bu chog'da daryoga yog'an bir baliq o'zini u yoq bu yoqqa tashlab og'zini ichib turgan ekan. Malika baliqning ichiga kirib qoldi. Billa borgan knezaklar churqirishib yugurgan peti podshohning oldiga kelib
ahvolni ma'lum qilibdi. Buni anglagan podshoh Malika Mihrayning dardida taxtini tashlab sargardon bo'lib yuribdi. Shu daryoning bo'yida bir baliqchi boboy bo'lib yolg'iz bolasi bilan turmush kechirdi ekan. Buni anglagan bir kuni degandila boboy daryoga tur tashlagan ekan, yo'g'on bir baliq turg'a ilinib chiqibdi. Baliqchi boboy xushal bo'lib baliqni qo'rsig'ini yarta, ichidan hiliqi sahib jamaliyat qudek. Qarasa qizning jinni bor ekan. Baliqchi boboy uni uyga apirib obdan beqibdi. Qiz kunidan kuniga asliga kelishga boshlabdi. Malika boboy bilan o'g'li kelguncha uy ishlarini qilib, mazali tomoqlar bilan xushal-xo'ram ketib oldi ekan. Ammo Malika hargiz uvan surmaydi ekan. Shundaqdimi baliqchi boboy Malikani o'z qizidek yaxshi ko'rdi ekan. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bir kuni Malika Mihray tuyuqsizlab, "Ey baba, o'g'lingizga desangiz meni amriga olsa," debdi. Buni anglagan boboy hayron bo'lib, "Ey qizim, ma'qul ilkimda yo'q kambag'al baliqchiman. Sizni o'g'limga ilib bergudek bisotim yo'q," debdi. Malika boboy ham qayg'usini yo'qotish uchun darhol, "Baba, undaq dema. Sizlar nima kiysanglar men shuni kiyman, nima yesanglar men shuni yeyman," debdi. Shuning bilan boboy o'g'li bilan Malikani ati-satta to'y qilib qo'yib qo'yibdi. Bir kuni Malika Mihray quliqidagi xalqini bir piyni boboyga berib, "Shu xalqin shaharga kirib setib keling," debdi. Boboy Malikani degani bo'yicha shaharga kirib, xalqi xalqini dinidan chiqarishiga nurg'un kishi boboyni araga ilib, "Bundoq go'har xalqa faqat podshohning sarayig'iga loyiq ekan." Boboy ming taslikda odamlar to'pidan ayrilib, ming tillarni qo'yniga silib xushal-xo'ram uyga qaytibdi. Malika boboydan ahvolni anglab xushal bo'pti deb xalqini maqtashib so'dida tilashishga boshlabdi. Dastlab 10 tilla debdi, keyin 100 tilla debdi, oxiri 1000 tillaga chiqibdi. Malika ana shu 1000 tillani damchi, yog'ochchi, naqashchi va temirchi ustalarni chaqirib daryo qirg'og'iga xuddi dadasining taxtiga o'xshash ravaq soldiribdi. Ham o'zining rasmini darvozaning tapiga chaplab qo'yibdi. Aradan kunlar o'tib, oylar o'tibdi. Bir kuni Malika ishiq bir qadar sarson bo'lib yurgan hiliqi podshoh Malikani izlab bu yerga kelib qopti. Qarg'udek bo'lsa darvozaga Malika Mihrayning surati chaplaqliq turg'udek. Shuning bilan podshoh xuddi go'har deb olgandek xushal bo'lib darvozaga yilinib, "Bu Malika mening qo'limdan qochib ketgan. Men uni ming taslikda izlab topdim. Meni kirgizatsanglar," deb turibdi. Lekin darvozan, "Sen kim? Biz seni tanımaymiz," deb kirishga ruxsat qilmabdi. Biroq podshoh hayva qilib qilich o'ynatqili boshlabdi. Malika bu ishdan xabar topgandan keyin podshohning kirishiga ijozat beribdi. Podshoh kirib Malikaga, "Yuzingni och, sen mening," deb qilichini chiqaribdi. Lekin Malika odamlari chaqalliq bilan podshohni bog'lab qiliga kishan silib zindonga tashlabdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bir kuni Malika yana bir quliqidagi xalqini eslatib turib, go'zal manzaralik bir shahar yasatibdi. Ham bu shaharga Shahri Avad deb nom qo'yibdi. Kunlarning bir kuni boshqa mamlakat podshohi sayohat qilib bu go'zal shaharga kirib qopti. Bu shaharni ko'rib, "Nima degan o'ktamlik, mening shahrimga o'xshash shahar soldirgan zoti kim?" deb xafa bo'ldi. Bu darvozadagi suratini ko'rib Malikaga oshiq beqaror bo'ldi va uni qo'lga tushirishni niyatiga kelibdi.
Ama Melike bu padişahның yaman niyetinden bexabar bolğaçqa, padişahның şäherge kirişige ruxsat qıpdı. Padişah qızını körübla, "Mening ömrümge ötüsüňiz," depdi. Melike derhal, "Mening erim bar," depdi. Bunu anlayan padişah, "Ben bir padişah dururluq, seni emrimge alalaymanmı?" degince kılıçını yanlaşlapdı. Melike mulayimlik bilen padişahdan, "Şahim, senin kança xotunları barken?" dep sorapdı. Padişah köranlık bilen, "100 xotunum bar," dep cevap beripdi. Melike, "Taksir, senin 100 xotunları barken, şularning üstiga yana 1000 xotunluk almakçımı?" dep sorapdı. Bunu anlayan padişah dargazap bolup Melike'ge itilipdi. Biroq Melike'nin xizmatchilari padişahning potqollariga kishan silib, zinaga tashlabdi. Bunu anlayan el jamoat Melike'nin batırlığını apirin bolup, uni padişah qilib tayinlabdi. Melike taxtga o'ltirgandan keyin qo'shin to'plab dadasining shahriga atilibdi. Melike'nin qo'shinni dadasining shahriga borgandan keyin dadasiga o'zini qarshi qo'shin kelayotganligini, lekin ular qaysi padishahning qo'shin ekanligini bilmayla ularga qarshi urushqili qo'shin chiqaribdi. Ular tankilanmay mag'lub bo'libdi. Shaharda padishahga yariyalik bo'lgudek birormi odam chiqmabdi. Shuning bilan Melike dadasining shahrini ishg'ol qilib, erini dadasining o'rniga padishah qilib tayinlabdi. Padishah iliqi zindonga tashlangan ikki padishahning shahrini ishg'ol qilibdi. Oxiri Melike o'zi shahri Avatga, eri iliqi 3 shaharga kirib padishah bo'lib, adil so'rabdi. El paravan bo'lib, mamlakat qudorat tepibdi, xalq viloyatdan qutulibdi. Xo'sh, Allohga omonat.